Kimyoterapiyadan keyingi davr, bunda bemor kimyoterapiyani olib uyga jo'natilgandan keyin yurak qon tomir tizimida sodir bo'lishi mumkin bo'lgan asoratli, ya'ni bu narsa kechki asoratlar ham deyiladi. Shu asoratlarni erta aniqlash bemorni reabilitatsiyasi va davo choralari bilan shug'ullanishni o'z ichiga oladi. Bunda bemorlar kardiotoksik oldini olish uchun qabul qilinadigan profilaktik dori-darmonlardan tashqari sog'lom turmush tarziga ham rioya qilishlari talab etiladi. Bunda birinchi navbatda arterial qon bosimi va pulsni doimiy nazoratda ushlash, parhezga rioya qilish, ya'ni tuz miqdorini cheklash va suv balansiga ko'proq e'tibor berish kerak va oqsilga boy bo'lgan ovqat mahsulotlarini ko'proq qabul qilish kerak. Chunki biz bilamizki, kimyoterapiya olgandan keyin bemorlarda ko'ngil aynash, qayt qilish, ishtahani buzilishi, shuni hisobiga bir necha kunlab sog'lom ovqatlana olmaslik va buning natijasida o'sha holsizlik kelib chiqadi. Aynan mana shu holatlar kuzatilmasligi uchun oqsilga boy dieta talab etiladi.